Hammaga assalomu alaykum, sizlar bilan Vinodir. Bugungi videoda top PVT demirlar bilmagan top 5 ta sirlarini ko'rib chiqamiz. Agar siz ham top demir bilmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna va like tugmasini bosib qo'ying. Videoni cho'zdirmasdan birinchi vaziyatga o'tamiz. Birinchi vaziyatda to'g'ridan to'g'ri ochishgandan ko'ra konteynerda ustiga chiqib o'tsa bo'ladi. Ikkinchi fishka. Ikkinchi fishkada raqibga to'g'ridan to'g'ri ochib bermaslik o'rniga uni chiqishini kutib turib, o'zimiz chiqib o'tib kelganmiz. Ba'zi guruhlar ochiq pozitsiyaga chiqib qo'yib, katta xato qilib qo'yishadilar. Uchinchi vaziyatga o'tishdan oldin like tugmasini bosib qo'ying. Ikkinchi vaziyatda biz katta xato qilib qo'ydik, jonimizni yarim xato qilib qo'ydik. To'g'rilash uchun konteynerda ustiga chiqib o'tib turish kerak. To'rtinchi fishka. Hech qachon tizimga push bo'lmasligi kerak. Raqibga ozgina reja berib, keyin push qilsa bo'ladi. Beshinchi va oxirgi fishka. Bu vaziyatda shortarchilik bo'ladi. Raqibimizni chiqishini kutish kerak. Chiqqandan keyin otib o'ldirsa bo'ladi. Nihoyat do'stlar, videomiz oxiriga yetdi. Videomiz yoqqan bo'lsa like va komment, obuna bo'lishga esdan chiqmasin.